Namanganda dahshatli fojia yuz berdi. 5-sinf o'quvchisi bo'lgan bola elektr tok urishi oqibatida vafot etdi. Voqea aynan mana shunday transformator oldida sodir bo'lgan. Mas'ullarning xabar berishicha, voqea joriy yilning 5-may kuni soat taxminan 19:37 larda Namangan viloyatining Davlatobod tumanida ro'y bergan. Aniqlik kiritilishicha, 2013-yilda tug'ilgan voyaga yetmagan bola gilos mevasini yeyish maqsadida shu yerda o'rnatilgan yuqori kuchlanishli elektr transformator ustiga chiqqan vaqtida elektr toki ta'siriga tushib, tok urishi oqibatida vafot etgan. Ma'lum bo'lishicha, marhum bola xolasining qaramog'ida bo'lgan. Onasi chet davlatiga ishlash uchun ketgan. Biz bolaning xolasini topib, bo'lgan voqea haqida ular bilan gaplashdik. Jiyanim soat 5:30 da maktabdan kelgan o'rtoqlar bilan birpas futbol o'ynayman deb ko'chaga tushgan. Oldimizda plashatkaga olish uchun ko'chani boshqa o'ynagan chiqishgan o'rtoqlar bilan. Transformatorga tegib ketganmi, nima bo'lgan ko'rmaganmiz. Chaqnash puli portlagan, qo'shnilar qarashgan, qo'shnilar birinchi yordam ko'rsatamiz deb yonida kanal borligi uchun loy chaplashgan. Bola tirik bo'lgan. Go'zal больница uzoq bo'lgani uchun o'zi oldimizda ikkinchi mikroni G'ishli больницаga olib tushgan. G'ishli больницада birinchi yordam ko'rsatishmagan. Больницада 1 soat, 1,5 soat qidirib yurdim. Menda topolmaganimdan keyin skori pomishga 103 ga telefon qilib, bolani shu ikkinchi mikrondaligini topib berishdi. O'sha yerga keyin bordik. Borganimizda o'sha bola o'lganlar. Hodisa joyiga Davlatobod tuman prokurori, tuman ichki ishlar bo'limi tezkor tergov guruhi vakillari chiqishib, hodisa joyi ko'zdan kechirilgan. Voyaga yetmagan bolaning o'lim sabablarini aniqlash maqsadida sudga oid tibbiy ekspertiza tayinlangan. Bu holat bo'yicha mahalla komitetiga chiqdik. Uchastkovoyga telefon qildik. Bizning hududimizda bo'lmagan. Biz javob bermaymiz dedi. Orqasidan yugurlab surishtirishimizning sababi boshqalarni ham bolasi jabr ko'rmasin, o'lib ketmasin, soppa-sog' bola. O'ynagan chiqib ketib o'ligi kelsa, u juda og'ir, chidash ham qiyin. Hozirgacha ishonolmay o'tiribmiz o'lganiga. Hamma joy kamera bo'lib ketgan hozir. Nima bo'lgan, qanaqa bo'lgan, qanday tok ko'rganligini so'radik. Sizga video ko'rsata olmayman, sizga ko'rsatadigan joyi bor, ko'rsatmaydigan joyi bor deb menga javob berishdi. Marhum bola Davlatobod tumanidagi 56-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabining 5-v sinf o'quvchisi bo'lgan. Transformator yonlar panjara bilan o'ralgan bo'lganda ham elektroset bilan ishim bo'lmasdi. Elektroset javobgar bu narsaga simlari osilgan. Hozir ham hatto qulflanmagan. Hozirgi paytgacha ag'bog'larni tozalab, bir simpimlarni sal yig'ishtirib qo'yishdi, lekin agrajdenga qo'yishgani yo'q. Meni bolamning o'rnida boshqa bola ham bo'lishi mumkin, qo'yni qo'shnilarning bolasi. Biz bilan hech kim ishi yo'q. Na bir mahalla komitet, na bir shirkatimiz, hech kim xabar ham olmadi. Hatto ta'ziyaga chiqishgani yo'q. Mazkur holat yuzasidan tuman prokuraturasi tomonidan tergovga qadar tekshirish harakatlari olib borilmoqda. Tekshirish doirasida Davlatobod tuman elektr ta'minoti korxonasi xodimlarining faoliyati yuzasidan xizmat tekshiruvi tayinlangan. Bu himoya to'siqlari nima uchun o'rnatilgan? Xavfsizlikni ta'minlash maqsadida. Hurmatli ota-onalar, farzandlaringizni hech qachon nazoratsiz qoldirmang. Elektr tarmog'i xodimlari transformator atrofini har doim himoya to'siqlari bilan o'rab qo'ying, zero hech bir ota-ona farzand dog'ida qolmasin.